Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'konimizdan video obzorlarimizni boshlab oldik. Bugungi video obzorlarimiz sim kesadigan apparatlarimiz haqida bo'ladi. Armaturalarimizda simlarimizni kesib berishga mo'ljallangan apparatlarimiz bo'ladi bular. Hozir shularni sizlarga bir boshdan video obzorini qilib, tushuntirib, tanishtirib o'tib ketamiz akalar, ukalar. Videoni boshlashdan oldin bitta like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimiz bo'lsa, aytiladiganlardan oz-moz chegirmalarini qilib beramiz. Kimga shunaqa apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, kelib arzon narxlarda xarid qilib ketishlaring mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, keyingi videolarda o'tkazib yubormaslik uchun. Bizni sim kesadigan apparatlarimiz ikkita turdagi sim armatura kesishga mo'ljallangan apparatlarimizga bo'linadi. 40ligi hamda 45ligidan yetib kelgan kattasidan hamda kichkinasidan. Hozir shularni sizlarga video obzorini qilib tushuntirib o'tib ketamiz. Kichkinasi 28likgacha bo'lgan armaturalarimizda bemalol qirqib berishga mo'ljallangan apparatimizdan bo'ladi. 202 kilovat motor quvvatga ega, 280 kg vesga ega bo'ladi. 3 faza tokka ishlaydigan apparatimizdan bo'ladi. 40lik modeli bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin, ma'lumotlarini o'qib bemalol ko'rib olishlaring mumkin. Mirolis brendiga tegishli apparatlarimizdan bo'ladi. Bu apparatimiz bo'ladigan bo'lsa 45lik modeli 32likgacha bo'lgan armaturalarimizda, simlarimizda bemalol qirqib beraveradi. O'zini shunaqa ushlaydigan dastaklarigacha mavjud. Shu dastaklarni tortib bemalol qirqib foydalanaverasizlar. 3 kilovat motor quvvatga ega, 320 kg vesga ega apparatlarimizdan bo'ladi. Ikkalasi ham 3 faza tokka ishlaydigan apparatimizdan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. 45ligi kattaroq, 40ligi bo'lsa kichikroq bo'ladi. Kimga shunaqa apparatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, kelib bemalol xarid qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon Navoiy massив Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Video tagida nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Uzoqroq joyda bo'ladigan bo'lsalaring, dastavka xizmatlarimiz bor. 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin bo'ladi dastavkalarimiz. Buyurtma berib, zakaz bersalaring bo'laveradi. Dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Bularimizni narxlari o'sha nomerlarga telefon qilsalaring, shu apparatlarimizni to'liq ma'lumotlarini berib, tushuntirib sizlarga o'tib ketamiz. Hozirgi video obzorimiz qisqacha tushuntirish haqida bo'ldi. Shu apparatlarimizdan do'konimizga yetib kelgan mana 2 xil modellaridan yetib kelgan. Kelib arzon narxlarda xarid qilib ketishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat. Videoda bitta like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yaverasizlar. Shunaqa apparatlarni izlab yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yishni ham unutmaysizlar.